Bir hikoya bor. Insonlarga qavs ichidagi xos fazilat. Bir kuni buqa charchab kelib, og'ilxonaga kirib, dam olish uchun yotdi. Bugun juda charchagan edim. Birpas dam olmoqchiman dedi. Mushuk uni xoli qo'yib tashqariga chiqdi va tashqarida turgan itni ko'rib qoldi. Egasi buqaga juda ham qattiq bosim o'tkazyapti. U shu qadar charchaganki, ishlashga holi yo'q dedi. It esa qo'yga borib, ertaga buqa ish tashlamoqchi. O'z egasidan norozi dedi. Qo'y bezovta bo'lib tovuqqa shivirladi. Buqa isyon ko'tarmoqchi. Hammani xo'jayinga qarshi qo'ymoqchi dedi. Tovuq darhol bezovta bo'lib, egasiga buqa isyon ko'targanini aytdi. Egasi jahl bilan og'ilga kirdi va tinch yotgan buqani so'yib tashladi. Ertalab mushuk og'ilga qaytsa, buqa joyida yo'q edi. U kecha do'sti yotgan joyga uzoq termindi va pichirlab dedi: "Axir men faqat uni charchaganini aytgan edim-ku." Xulosa shundaki, har bir so'zni yoki sirni duch kelgan insonga aytish kerak emas. Chunki aytish bilan tushunish orasida har doim boshqa quloq turadi. Quloq esa shamolga o'xshaydi. So'zingni qay ma'noda uchirib olib borishini sen bilmaysan.